Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Qalbdan qalbga namlı programımızın 12. sonini görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmelerimiz bu mübarek uluq ay başlanğan harp gündən başlap huzurunlarda her gün iftardan burun kıymetli ustazlarımız bilen her xil temalarda söhbət qılıb kelyapmiz. Allah subhanahu ve taala bu günlerdeki barlıq əməllərimizni dərgahida qabul qılıb şu mağfiret qılınğan baxtlik bendelerinin qatarından qılışını tövənçilik bilen sorayımız. Bugünkü programımızın aziz mehmeni hem Allah tanışıp bağlan hürmetli ustaz Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Əsası Ahmet Can Dəmirullah təklif qıldıq. Qımmetli vaxtını çıxarıb qadam təşviq qılıb bəgəli üçün köp rahmet edin. Sizlerge köp rahmet. Müşümçilik fırsat bir halkımızga haqni yetkazış için alayida sorun hazırlık Allah'a köp rahmet etme. Allah razı olsun. Qadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq tarixli ötüdü. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai uçur vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq programımızga alaqadar hər qandaq fikir, təklif bolsa berişinlərni, sual bolsa soruşunlarni ümid qılmaz. Şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhirləb qoyuşdu, həm unutmamışlar. Hem de bugünkü temamiz biz tünügün elanımızda bəgəndək həmkarlıq haqqında toxtulğanlığımızı bildirgəndik. Hakikaten müminin hayatıda, dünyadaki her kandak bir cemiyet, her kandak bir millet bir-biri bilen hemkarlaşkan vaxtıda nurgun bir şahıs yalğız halatda bir başka nurgun işlerini açık bulanmaydı bir milletinin içine hem de. Müslümanların hayatıdan bu hemkarlıkның ne kadar mühim işgallikini Rabbimiz bu Kur'an-ı Kerim'de nurgulluğun ayetlerde yaxşılıqqa hemkarlaştığın ne kadar mühimliğini bizge bildirip buyruqlarını bergen ve çekilişninki, ittifaqsızlıqninki, hemkarlıqның dal aksi bo'lgan bütün işlerini çekilgen. Hadislerde bildirilgen. Şunun için mana bundaq bulubmu Ramazan ayida hem nurgun Müslümanlar bir-biri bilen birleşip nurgun işlerini qıldıgan bundaq mübarek ayda bu temini biraz içip toxtuluş için huzurunlarda olturuptuk. Ondan olsa hürmetli bivasita programımız kirib ketsek. İslam'da aldırılmış hemkarlıktan maksat nima degan sualni so'rayman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi İslam'da nurgulluğan buyruqlar Kur'an hadis arqılıq bizge yetkizilgen. Biz Müslüman bo'lgan ekanmiz, har qanday buyruqni biz icra qilishimiz lazım. Buyruqning kimi qaratmaligi bor, shuni ayirib olishimiz muhim. Shunda bu yerdagi hamkorlik to'g'risida Qur'oni Karimda va ta'avanu 'alal birri vat taqva va la ta'avanu 'alal ismi val udwan. Allah subhanahu va taala mana bu oyatda hamkorlik haqida aniq bizga buyruq qildi. Endi buyruqningki xarakteri usul fiqh qoidasi bo'yicha buyruqni olimlar 7 xil bo'ldi deydi. 7 xil. Buyruq masalan qilingan degan ba'zi buyruq bor. Buni qilmasak dazah bilan jazolanadigan. Ba'zi buyruqlar bor, buni shu qilsak ajr beriladigan, qilmasak shu gunoh bo'lmaydigan buyruqlar bor. Xo'sh. Shu buyruqningki qaratmaligi xarakterini avval bekitib olishimiz intayin muhim. Bunun endi Allah subhanahu wa ta'ala Sure Maide'ninki şu ayetinde ve ta'avanu 'alel birri vet takva ve la ta'avanu 'alel ismi vel udvan. Dedi anda bu buyruk qanday buyruk degan bir savol tushdi tabiiy holatda. Buyruk yaxshilikqa va taqvodorlikqa. Yaxshilik va taqvodorlikqa masalan nima qilinglar? Hamkorlashinglar, zulmga tajovuz yordamlashmanglar, hamkorlashmanglar degan bu buyruk bu. Bu buyruqninki endi tuvanda biz Hamdaylık qısqı aytqan vaqtda siz so'ragan savol masalan bu islomdagi hamkorlik degan maqsad nima desa maqsad islomda hamkorlashish degan so'zningki ma'nosi shu nima ma'nosi haqqa hamkorlashish haqqa yordamlashish nahaqqa zulmga yordamlashmaslik hamkorlashmaslik buni hozir biroz kamaytimiz ma'lum vaqtdan keyin buningdan da masalan haqqa yordamlashish deganda Allah'ın elchisi buyurgan ishlarga hamkorlashish. Allah'ın elchisi cheklagan narsani yiroq turish, hamkorlashmaslik, uning uchun cheklash ham uningga yordam qilmaslik deganni bildirdi. Anda buyruq
Kur'an'da mesela Mao kegini qaysi desek bu buyruk vücubni ifadelaydi. Vücub degan farz, qilmasak bo'lmaydi. Aqimus solat va atuz zakat deganga o'xshash. Bir buyruq keldi, buyruqni ag'dirib o'tadigan yana bir masalan bir hukm kelib qolsa, buyruq masalancho bu kuchini sal ojizlashtirib yoki sunnatga, mustahabga tushadigan ahvollar bo'ladi. Bu uslubiy qoidasida. Masalan, misol qilsam men o'zimning bolasi debdimi. Meningki yurak keslim bor. Siz yurak kesil doğrusunu darrov akirib piring balam. Shuning bilan birga ko'ktat og'och kiring. Yana boshqacha bir narsa nan og'och kiring debdimi? Bu buyruqninki hammasini men qilgan buyruq, lekin ijrolik masalachi desa, masalan, meningki keslim tutdi, managa doğru kiring degandan keyin avval shu yurak kesilning doğrusini olib kelish kerak bu. Muhimligi, bayat degandek xarakteri, qaratmalikni biz bilib olishimiz lozim degan gap mavjud. Xo'sh. Endi shunga Qur'onda masalancha Kulu ve şrabu ve la tusrifu debba. Yanlış içanlar israf kılmamalıdır. Bu buyruk dese, bu buyruk ruhsat. Mana bu mu buyruk? Lekin ruhsat bu. Yemesek, içmesek, bazı kusağımızı özümüz açık koyup mesela iş aldırışıp kalıp kılsak, bunu günah görünmeyiz mesela. Mesela misal kalsak. Yeni bir şey buyruk, tehdit buyrukları var. Mesela kanal desek, "Femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur" de. Halgan kişi olsun, mümin olsun, halgan kişi kafir olsun. Bu digelik neyse, işinişme erkelik, işlenmesme erkelik diyen gap emas. Bu bazı kişiler ayet edesini suistimal kılıp, hata halette, mesela la ikraha fiddin degandir. O la ikraha fiddin degan diniga kirishdi, mecburlashoq degan bo'ladi. Kirib bo'lgandan keyin majburiyatingizni ado qilsiz. Adat bir idora ishlasangizmi yoki ma'lum bir tijorat ishni qilsangizmi, majburiyatingiz bor sizning. Shunga o'xshash tahdid. Xuddi biz o'zimizcha balasiga yoki xizmatchiga ma foydaliq, ma ziyonliq. Bunu siz kılsınız, özünüzge payda kılmışsınız yani. Xalqınızı bir qılın degandek gap bu. Ma tahdidçi bu. Ma buyruqni arvasa qildi. Bu kishilarimiz xato holatda tushunib, yoki ma'lum chalasavod kishilar buni o'zicha izohat turib, mana ishinish markalik, ishonmas markalik degan. Unda ish yo'q. Uningda kirishga qarta majburlash yo'q. Lekin kirib bo'lgandan keyin islomda ma'ni qildim, ma'ni qilmaydim. Unda huquq yo'q. Unda huquqimiz yo'q. Bizni yarattı Allah Teala, yaratıp bizi yer şarkı düşürdü. Düşürgenden keyin Kur'an'ı düşürdü. Kur'an'ı düşürüp taşlap koyman peygamberni düşürdü. Peygamber vefat olgandan keyin peygamberning izbasarları olan Rabbani alimlarni Allah Teala her milletin, her yurtdan çıkarıp verdi. Mesela şu, el-ulema verasetul enbiya, ulemalar peygamberlerin mirasxo'rlari. Bular tushundirdi. Demek hem de bu tahdid karakterlik buyruk ne? Elekço, mesela ruhsat karakterlik, yanlışçılık degan buyruk var. Bu buyruk ne mesela şu? Yeni bir şey ayette ve enkihul ayyama minkum es-salihin min ibadikum ve imaikum derpa. Enkihul ayyama boytaqını, tullani öylep qo'yilgan buyruk var. Bu sünnet. Qilsak bo'ldi sharoitimiz bo'lsa, qilmay qolsak, masalan biz qilolmasak boshqalar qiladi, qilish lozim. Lekin buning uchun ayliqi ma va taawun, hamkorlashinglar deganni qilmay qolsak gunohkor bo'lamiz. Ma'no darajasi anidan cho tuvan bo'ladi demoqchi. Biz şuna buna buyruqdan ayrılmay, alim ulamalar şuna bazı kişiler var, Arap dilini tercümelam kıldı ya ki mesela iki tane hadis yad ediplam, neymiş kıldı dese, ben onları yapmak istemez. Lakin her bir yanınki, her bir bilimin biz mütehassisler olurdu. Şeriattan mı var, mesela adatik bir tabii benden, ictibai benden mütehassisler olandık, şeriattan mı aslında mütehassisler. Şu mütehassisini soraş gerek bunca. Üzerinde ben aslında bilgenlikler hazır Uygurca zayıflarla ziyali. Arapçını tercüme kılaydıqallar ya damallar ya bir qanday bo'ldi endi, bu jamiyat buzildi. Manda bo'lsa bo'lmaydi-ku. Şunu biz endi hammani joyiga tushirishimiz. Masalan, Qur'onda ma fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar, bildiğinni olimdan so'rang dedi. O'zingiz xohlab videoni ko'rib olib yo bir kitobni ko'rib fatvoni chiqarib bunda kerilib yashang degan gap xato u. Fasalu degan buyruqmi? Shariatga vojibni qildi. Mush buyruq ne? Ag'dirib turgan bir narsa bo'lmasa, cho'qim bo'yicha vojibni o'qitirdi degan olimlar shu bu buyruk şu, bir yerde vacip demekçi. Bir yerde şu hakkı yardım kılış, zulümge tecavüz yardım kılmaslık, bunun da yirak duruş meselesi, şu Kur'an'da diyen taavun şu, hemkarlık şu. Hoş. Köpten köp rahmet emdi bu şu hemkarlık hakkıda kelgen. Elbette Kur'an'da olsun, hadiste olsun, köp mezmunlar tilgaylıqlıq. Programımızın vakti qısqa oğaşqa çıx misal keltirememiz. Ayet hadisler hakkında ilişki yapkan mesela. Hem de yani muş ayetke qaysak mesela ve taavanu alel birri ve takva ve la taavanu alel ismi vel udvan. Yaxşılıkka ve takvalıkka yardımlaşыңlar, hemkarlaşыңlar. Bu iki xilga
ixchamda Allah Taala. Yaxshilik degan nima? Endi biri degan nima desa, biri degan so'z yaxshilikningki barliq turlarini o'z ichiga olgan narsa. Taqvolik desa, munkar cheklangan ishni cheklash, uni qilmaslik degan bo'ldi. Endi bu yerda masalan yaxshilik degan nima desa, o'zimizning kallamizda, aqlimiz bo'yicha ma yaxshilikdi, ma yaxshi, ma eski, ma to'g'ri, ma xato emas. Buning o'lchimi Qur'oni Karim, hadis Rasululloh yaxshi degan yaxshi. Qur'oni Karim, hadis Rasulullohda eski degancha eski bo'ladi. Mush buncha o'lcham bilan menish lozim. O'zimizning hissiyatiga tayanib bilan biz men yaxshilik qildim yoki men yaxshilikni amalga oshirdim desak bo'lmaydi masalan. Anadan keyin oyatning oxirisi bo'lsa Vala ta'avanu ala ismil udwan. Gunohga. Ismi degan nima desa, ismi degan har qanday jinoyat, har qanday xato, shariat xato degani. Masalan, bizning qimmat qarashimizdan g'arbning qimmat qarashi o'xshamaydi. Misolga olsak, biz ayollarning yerim yalang'och yurishini, islom nuqtasini qaragan vaqtda, haykaltarashlikni xato deb qaraymiz. Lekin g'arb ellari desa, u bir madaniyat deb qaraydi. Biz uni madaniyatsizlik deb qaraymiz. Bu madaniyatlarningki o'xshamaydigan, to'qinishliga ayri mush shu. O'z kallamiz kelgan bo'yicha to'g'ri devag'anga to'g'ri bo'lib qoladigan ish emas bu. So'ng Qur'on bo'yicha, hadis bo'yicha menish lozim. Oyatda fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar, unda o'zinglar bunda bir narsani ko'rib elib yo anglab elib emas, so'rang degandan keyin bevosita so'rash kerak. Hamma millatning olim ilmlari bor, shu qilish kerak. Yana bir oyatda hamkorlik haqida wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu mesela. Allohning ag'amchisiga, ya'ni Qur'onga, hadisga mahkam yepishinglar, ching tutinglar, eslanglar. Bo'linmanglar degan. Bu mu bircho hamkorlikning turi. Bu hamkorlik endi mayli davlat qurishdiki, siyosiy jihatda masalan bo'lsa hamkorlik bo'lsin. Mayli cho desa, odatdagi oila jihatda hamkorlik bo'lsin. Oilaviy masalan a'zolar orasida hamkorlik. Ayolimizga yordam qilamiz. Masalan, aqlanmagan ishni qilish birimiz payg'ambarimiz qilish bergan masalan. Yoki cho masalan jamiyatdagi shaxslarga yordam qilamiz, qo'limizdan kelishicha. Bu bir hamkorlik. Unsur ahaka zaliman aw mazluman hadis masalan. Sen qarindishingga zulm qilsimi yordam qil, ya zulm uchursin yordam qil dedi. Sahobalar dediki, payg'ambarimiz so'radi. Bu zulm qilinsigo biz mazlum bo'lsa, bechora bo'lib qolsa yordam qilamiz, buni bilamiz ya Rasululloh. Lekin bu yerda bize zalim bo'lsa qanday yordam qilamiz debdi. Uning qo'lini tutib olsa dedi. Zalimlik qilib qo'ymaysa, tutsa degan bo'ldi. Bizda mushu hamkorlik yo'qolib ketganlikdan mayli tijorat sohasida bo'lsin, mayli davlat qurish sohasida bo'lsin, mayli xizmat sohasida bo'lsin biz ilgilanmayapmiz, mag'lub bo'lyapmiz. Asli hamkorlik bo'lsa, yaxshilik taqvolik hamkorlashsak bo'ldi. Masalan, o'qitish deymiz. Allohning tunish sharti bilan tunji chiqqan oyat iqro bismi robbikallazi xalaq masalan. Parvardigoring nomi bilan o'qig'in dedi. Allohning tunmay o'qigan bilim hozir ko'ryapmiz insoniyatga balo bo'ldi. İnsaniyetki çok bir afet oldu. Allah'ın tunusu etti, takva olsaydı, o Allah'a mende insaf aladı deyip, menmencilik kılmay, insanlar başka devletki tecavüz kılıştığını çok toktaydı. Demek bir yerdik ne olursa, yaxşılıkka, takvalık hemkarlaşış, zulümge tecavüzga. Mesela zulümün türleri ne olursa, İslam'dan söküdüğün, İslam'dan eyipleydiğin, Müslüman'dan eyipleydiğin, hakaret kıldığın yazgıçıga iqtisadi yardım kıptımız. Bu eğir cinayet bu. O bir kişilik cinayet emez, eğir cinayet. Mesela değil. Misal qalsa, bu bir misal. Ya bir araq içib qadamga çöp biz onu pul veribdimiz mesela. Ya bir ço mesela zina fahiş qilib birini paydo qilibdimiz. Ya onunga sharoit yaratib beribdimiz. Har xil turlari bor. Shu zulmga, tajovuzga yordamlashish bu ço jinoyat. Alloh taolo yaxshilikqa, taqvolik yordamlashinglar deb to'xtamay, va la ta'avanu alal ismi wal udwan. Zulmga, gunohga yordamlashmanglar deb buyruq qil, bu buyruq vujub dedi olimlar. Ortak hem böyle manan fikrim vacip periz bunu kılmak adam eğirço günahkar oldu dedi. Şuna bazı kişilerimiz hem de aslında ne bileyim ya ki dinin söküdüğün, İslam'ın söküdüğün, Müslüman'ın söküdüğün kişilerge yazarlaydıkken de mesela onu bilmey, ona yardım kılan ya kitaplarının bastığın ahvalı var aramızda. İsmini demeyimiz. Mesela bazı kişiler çözse dindarlık anda olup gitti, dindarlaşma sultu, İslam merkezinin kumu sultu da bir çıkmadı. Benim de aklaydım ben Müslümanım. Şu münafıkın karakteri şu Müslüman hep dava kıldı, lakin kılgı iş kafirinin içine kıldı. Kafir, kalbimi kafir, hareketimi kafir. Münafık şu dese, kalbi kafir, şirketi Müslüman. Mesela Abdullah Ubay'ın Peygamber Aleyhisselam yanında turdu. Cihat bile çıktı. Buların bayıklayışımız lazım. Bular yardım kılmazsak, buların nisbeten keskin bayrağımız Rüşan alayet karıştırmasak, ma ayetke xilaf ve iş kılmamız.
Xo'sh, ko'p rahmat. Haqiqatan shu va ta'avanu alal birri va taqvo degan so'zlarimizni yaxshilikning hamma turini o'z ichiga oldi tilandi. Va uni biroz echib, masalan, Qur'on va sunnat to'g'ri degani yaxshi yaxshi demagani yaxshi emas deb. Buni ba'zilarimiz ko'rmalarimiz o'ylab qolishi mumkin. Ya'ni bugun shunday bir jamiyat yashayapmizki, nurg'un bugun paydo bo'lgan va insonlar ishlatayotgan nurg'un sohalar Qur'on hadisda tilga ilinmagan narsalar bordi. Chuqum tilga elib, "Ma'u yaxshilik degan yaxshi, bo'lmasa yaxshi emas" degandan boshqa yana buning balkim Qur'on va sunnatning ruhiga xilof bo'lmagan hamma ish xolis, go'zal niyatlar bilan qilinsa, bu shu al-birri va taqvoning ichiga kirdi deb deyishga bo'ladimi? Uni Qur'on hadisga qarshilan bo'lmasa, endi bundagicha bizlar aralashtiradigan bir masala bor. İbadetla adetni aralashtirdik biz. Xo'sh. İbadetni. İbadet o tevqifi. Allah Subhanahu va taolo Payg'ambar alayhisolamga Qur'onni tushirdi, Payg'ambarimiz hadislarni dedi. Buning da yangilik paydo qilishga bo'lmaydi. Xo'sh. Payg'ambarimiz va sahobalar qilganda qilamiz. Lekin dunyoning ishlarida buning uchun al-ibda' dedi. İcadi mağımız. On kolumuzda dinle, sol kolumuzda penel tutup mağımız. Hemimizinki ya aşkara ya ki yuşurun çoğuduysa ne var? Körsetmesi mesela. Kur'an mesela pen teknik alakadan nurgun hazır çok. Mevcizler aşkara buluvatız. Lekin biz ne hamdi? Bu şöyle ki ilmaniye karıştık ki, sekular karıştık ki, layık karıştık ki bazı kırındaşlarımız onu düşünemeyi bilemey. Şunga bazı karşılaştırdıkça zıtleştirdiği işler var. Bu zıtleşmeydi. Lekin bu ilmani sekular bayatın mesela dedik. Aş ve la ta'avanal ismel udvan ise şuna yardım kılgan, şunu kollagan, barmak baskan, şuna ha degenler biz bunu tekişiyorduk. Bu sekuler mesela çoğun layıkken Fransızca din hakimiyetine arış degen buldu. Bu sekularda İngiliz din hakimiyetine arış. Fakatlama çirkava okşaş, hakimiyet aşınımenge mesleğin işine sulap koyup siyasetke arlaşmışsın demek için. Onda iş yok. Siyaset degen sözün üzümü sağ Yesus'un çıkan Arap söz bizimki mesela. Bizim sözümüzdeki bazen de hayran kaldım. 60% 70% Arap söz var. Hoş. Biz hem de örf adetimiz hem de Arap çok ketken. Bunda o biz pen teknika bu terakkiyat, Arabi İslam Kur'an'da va'idullahum mesatat min kuvvetna min ribatil khil dedi. Tayarlı kılın dedi. Kuvvet. Peygamber Aleyhisselam kuvvetin ala innel kuvveter rami dedi. Etiş dedi. Bu etiş çok anda. Etiş dedi. Atom bombası etiş, yadro bombası etiş, raketa etiş, hemimiz var. Şunu etişini ügünün demekçe. Hatta Peygamber Aleyhisselam etişi ügengel tutalım, maktıgan nurgun hadisler var. Hem üzümü çoğu, bir vasıta şunu çoğu, katnaşkan mesela. Şu biz bu işte tar daire kırvasak olmaydı. Nurgun onda Kur'an hadisi hiç kanadımı yok. Fakat üzümüzün çoğu da aklı bilen çoğu biz bunu karşılaştırıp koyuyoruz. Yani ayetin sebebi nuzullen, hadisin vurudu hadisini düşünmeyi, deraktın ki tüpü elkeyi, yupurmakını ya ki şahlarını görüp yıldızın kömürgelikten kip çıkan mesele bu. Eğer yıldızın bilaldiğin olsak, mesela mahayet miye düşken, mahadis falan sözlengen, bir mezbun olsa bunun alakadar bağırlık nemine ayetlerine hadisini yığış gerek. Onun deyinkine hüküm doğru çıktı. Bir tane hadis olsa onu dapçılıp, bir tane ayet olsa kesip lakin onun için, madem kısa, onun deyinkine aynı murtet deydiğanı, havaric deydiğanı, nurgun, kapır koyduğu işle çıktı. Lekin bazı işlerde kapır diyenler için biz kapır demesek bulmaydı. Kur'an dedi bunu. Bizim amalımız yok onunla. Biz şahsen devaga işemez. Onu da çokum enak o terakkiyat nurgun neslige ya ki aşkara ya yuşurun ya ki çoğun işaret karakterlik bizge çoğun körsetmeni var. Hoş. Nasıl hemkarlaşışın şekilleri hakkında bir qancha hemkarlaşışın şekilleri ne desek hem de bayatın dedik ya hemkarlaşış yeni şu biz yine kaçsak mesela hakka yardım kılış. Hak degen ne desek bizimki evvel insan mesela şeriatte 5 maksat var, 5 asas prensip bunu qo'dash insonning mecburiyeti. Birinchi hifzuddin. Hifzuddin. Dinni qo'dash. E'tiqodimizni qo'dash. Buningga bir qizilsizlik bu. Buni kim chaqiladi ekan, kim qalamqonga qildi ekan, buni hayotimizni bag'ishlaymiz biz. Cho'qim haqiqiy musulmon shunday qilib qilmiz bo'lmaydi buni. Ikkinchisi hifzun nafs, jonni qo'dash. Shuni dinni qo'daymiz deb jihad qiladi. Da'vat qilgandan keyin da'vat to'saloqqa uchragandan keyin anandan keyin jihad maydoniga kelgan. Haq huquqni qo'dash uchun jihad. Jihad qilish uchun hamkorlik bo'lmaydi. Biz pul olib pul chiqirdi. Masalan, vajahidu bi amwalikum wa anfusikum deb qo'ya. Avval pulni burun dedi. Nima uchun pul bo'lmasa jihadni qila olmaydi.
kurashni qilib olmaydi. Millatni qutqazib olmaydi. Xo'sh. O bir mesele. Andan keyin bu mesele şu hamkorlik meselesi şu iqtisodiy jihatda masalanchu pul olib pul chiqirdi, bilim olib bilimini chiqirdi, olim ilm olib haqni qo'ymaydi deydi masalanchu. Unda qanaqa ma'lum davlat, ma'lum tashkilot, ma'lum kishilarniki beqinda mana holatga kirib qolsa, uning ta'sir darajasi kirib bo'lmaydi bilma degan. Xo'sh. Chuqum haqni deyish kerak. Uning ziniga chiqsa garchi. Shu nurun ilm olim bo'ldi. Abu Hanif rahimahulloh turmada şehit qilindi masalan. Ibn Taymiye ham shunday bo'ldi. Ular yetishgan olimlar. Zamanımız qaraydigan bo'lsak, shu hokimiyat bilan shular bilan birga yashagan 5 eg'iz burun yalishib o'tgan olimlarningki unda azroq masala bo'ldi. Tekshirsak. Payg'ambarimiz o'z yurtiga patmadi. Buxoriy, Imom Buxoriy rahimahulloh o'z yurtiga patmadi. Abu Hanifa turmada shehid qilindi. Imom Ahmad Hanbalga 70 tane adam olim shu vaqtdagi o'ltirishga fatvo qilib qo'ygan. Bu hammasi aniq. Lekin tarix bilanchi avla yo'q, ismini o'qimaymiz endi. Lekin Imom Ahmad Hanbalning so'zlari quloq to'yimizda hozirmi jaramaydi. Shu haqni deganlar yolg'iz qoldi yoki yetim qoldirildi, nurg'un masalalar bo'ldi. Cho'qim haq maydonida ulamolar haqni deydigan maydonda qat'iy voz kechmaslik. Ulamo bilimgan ulamo emas. Ulamo maydonda ulamo. Ulamo xalq bilan ulamo. Ulamo xalqning oldiga chiqib cho'qim siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jihatda o'lik bo'lish lozim. Anadaki ulamalık meydan kilodu, yani hemkarlık buludu. Alim ulamalarınki o'rni tushirsa, ular haqorat qilinsa, ular bastırılsa, biz tarixda Bani İsrail'ninki ahvoli Peygamberimiz dedi, bir ayak yeni bir ayakınki peygamber o'xshash holatda shunday anim qiladi. Kilodu dedi. Bizning ahvolimiz shu. Bani İsrail 70 peygamberni o'ldirgan. Biz ulamalarimizni nechun o'ldirib o'tdik ayni vaqtda. Abduqodir Amalovning o'zimiz bo'g'izildik. Abdusabit Amalovni o'zimiz tutib berdik. Ikki dona islom jumhuriyatini o'z qo'limizda vayron qildik. Ash hamkorlikning bo'lmaganligidan chiqqan masala. Aqidasining sap bo'lmaganligidan chiqqan masala. Dinni to'g'ri tushunmaganlikdan chiqqan masala. Biz hamkorlik bilan bo'lsa, Imom Hasan Payg'ambar alayhisolamning nevrasi, o'zi xaliflik quloq kep bo'lgandan keyin bo'linishib o'tgansa, hamkorlik o'zi chiqmaydi ekan, chataq chiqib ketgansa, darrov voz kechib, bo'ldi men islomning kuchli uchun men xaliflikdan voz kechdim deb xaliflikni o'tinib bergan. Xo'sh. Bu shunday ruh bo'lish kerak bizda. Bizda haqiqiy ixlos yo'qolib ketdi. Yo'qolgandan keyin hamkorlik yo'qoldi. Tijorat bo'lsin, masalan, hozir siyosiy ish bo'lsin, endi tillanmaydigan odam yo'q. Hammadan og'zi odam so'zlaydigandek, so'zlaydigan olim bo'lib ketganlik, hamkorlik jamiyatimizda yo'q bo'lgandan keyin bu yo'q bo'lish millatga eng og'ir ziyon. Xuddi Abduqodir Amalovlar bizning olimimiz, faylasufimiz, mujtahidimiz degandek millatning xar va zabun bo'lishining sababi nima desa, jaholat va tafriqchilik degan. Xo'sh. Bilimsizlik. Bilimsizlik qanday bo'ldi desa, bu hamkorlashmaslikdan. Pul bo'z chiqarib o'qitib bolani, avval dinda, e'tiqod, tavhidni o'qitish kerak. Andan keyin desa, fanni o'qitish kerak. Agar unda o'qitmasa, masalan, ismini demayman, Amerikadagi ma'lum bir kishiga o'xshash, Xitoy 12 million dollarga tajribaxona yasab berdi, Uyg'urning dinini tadqiq qilib Xitoyga hamkorlashayotgan, mana xato hamkorlashish bo'lib qoladi. Masalan, xo'sh. O e'tiqod bo'lmagandan chiqqan masala bu. E'tiqodi bo'lsa, iymonimiz to'g'ri, kitob o'qilgan deydi-da, unda demadi. Shu ikkidan jumhuriyatni sotqanlarmi, e'tiqod bo'lmaganlikdan kim bilan hamkorlashishni uqmaganlikdan chiqqan masalan. Birisi Yananga uchur yo'lladi, birisi Moskvaga yo'lladi. Endi uni biz boshqa ishga qilsa bo'lmaydi. Shu vaqtda olim ulamolarimizni chetga qoqdi. Uni surgun qilib etib yoki ketishga majburlablarkanda, oxirida hammamiz hozirgacha xalqni qutlanmadik. Bani Isroil xalqni qutlanmadi. 3 yil taki o'zining Tavrotiga qaytmaguncha Isroiliyadek davlat quramadi. Bizmi dinimizni qaytmaguncha biz davlatimizni quramaymiz. Mumkin emas. Uni qilib boqmiz, buni qilib hamma davlatning o'zining manfaatini o'ylab maqdi. Bizning manfaatimiz sirtib qolib qoladi. Biz hamkorlikda din asosida, islom asosida hamkorlashsak, islomninki elastiklik bor. İslam qonunininki ajoyib zo'r kuchlar bor. Ash qizilsiz dasmi qog'ayada nurg'un hokimiyat qurish ishlarida Alloh subhanahu va taolo bizga kengri ijtihod bergan. Chunki va shaviruhum bil amr. Ularla maslahatlash. Payg'ambar vahiy tushirgan payg'ambarga dedi, maslahatlashgan dedi. Biz men maslahat qilmaymiz, azroq o'qib kirishib qolsak, "Menga sening gaping" degan. Deydigan gap. Bu xato bu. Bu hamkorlik bo'lmaganlik-chi bu yerda. Bu ma'lum rahbarligimi bor? Xalqimizdimi bor? Qaydaydi. Endi iqtisod topqanlar qanaqa qildi desa, yaxshilikni Qur'on hadis degan yaxshilikni demay, o'zi o'ylablam, "Men yaxshilikka men ayaga ishlatdim" deblam,
ijtihod qilib oladigan ish bor. Bu xato. Biz shundoq birlasha olsak, hamkorlasha olsak, g'alaba ata. Ala inna nasrallohi qarib dedi Alloh taolo. Xo'sh. Shuna biz bu jihatda o'zimizni tekshirishimiz lozim. Mendan boshlab hamkorlashish masalasi biz ma'rifni kuchlantirsak bo'ldi. Lekin oldingi shart tavhidi mustahkam bo'lgan. Bu biz bolalarimiz tushkunlashib ketdi hozir. Nurg'ulg'an axloq buzildi. İman, itiqad bo'lsa unda bo'lmaydi mesela. Xo'sh. Bu jihatda hamkorlik qilish lozim. Olim ulamalar, mujohidlar, baylar, jamiyatningki shaxslari shundoq bo'lgan vaqtda anandan keyin hamkorlik bo'lganda yig'inchoqlab aytqoqdi. Anandan keyin davlatimizni qura olamiz, vatanimizni asot qila olamiz. Bo'lmasa mumkin emas. Xo'sh, ko'p rahmat. Endi o'sha haqiqatan hamkorlikning shakllari haqida biroz tilga olma. Endi hamkorlash qilib bo'lmaydigan o'rinlarni abayqa so'zlarda asos jihatdan chiqib bo'ldi endi. Bugun endi nurg'unlagan insonlarning eng oddiysi shu to'g'ri ishlarning, to'g'ri harakatlarning, to'g'ri so'zlarning shu bugun ijtimoiy uchur vositasi insonning bugun qila oladigan aslida ya'ni hech bir kuch ketmaydigan bir qo'lini bir yaxshilikqa menayotganlarni bir uni bir yaxshi ko'rishni besib boshqalarga taqib qo'yib hem anlaşı. Aşama bir hamkorlikning turiga Allah razı bo'ladigan bir ishlarning jumlasidan bo'lib ketdi. Yani sahasi haqiqatan kengayib ketdi. Agarda bu vaqtda bir ikki qiz gap qilay desizlar, qo'shilib bo'ldi bo'lmasa o'tib ketsak bo'ladi. Xo'sh, bu cho'ng hamkorlik. Bu hadisga munosabatlik men so'zlayman buni. Xo'sh. Ad-dal alal khayri kafa'ilihi. Hadis bu. Yaxshilikni boshlab qo'ygan kishi uni qilganga o'xshash deydi. Masalan, Ali radhiyallohu anhu Peygamber Aleyhisselam senin kulağında bir adamın Müslüman buluşu, mümin buluşu, humurun naam deydi. Dünya ve babiha ya ki şu en isil tüyü, nazırlık vakti şuysa en âli şu ayrılıktan yaxşı deyip tefsir kısak bile vardı. Şunun yaxşı degen. Aşma hemkarlık meselesi. Bu hemkarlık doğruluk nurgulluğun ayet, hadisler var mesela. Bunun da mesela bayatın dep öttüm. Bu cihat ona kırsak bekirip gitmemiz hem de medya cihadı var. Bu medya cihadını qo'llash kerak. Endi bu mana ba'zi kishilar tarafsiz olsun de. Taraflik hech qanday tarafsiz ish yo'q. Tarafli har bir odam o'zining e'tiqodi, ideologiyasi bo'yicha mang'udi buni-chu. Boshqalar masalan bizninkini anglitib bermaydi. Masalan BBC'niki qalsak shu Angliyaga aloqador nurg'un narsani qildi, masalan CNN boshqani qildi, Amerikaning hamma davlat o'zininki shu siyosatninki cheklimizga uchraydigan narsa bu. Xitoyning misolga olmaydi, endi u bir chumoqchi uningki qonun yo'q davlat endi. Misol qilsak, shunday vaqtda biz bitta anlatadigan, bildiradigan bu qas bir odam anglab kelib, shuncha bizga ta'sirlanib qolsa, biz anglamasak-mı? Masalan, boshlab qo'ysak, buning uchun ajr savobi ajoyib buning ko'p bo'ladi buniki. Bu bir o jihat degandan keyin qurolli bo'ladi, qurolsiz bo'ladi. Ma'o media urushi, ma yezikchilik, ma da'vat, ma'olar demisi, bu aloqa bayat degan va'idulahum masatat min quvvatinde. Quvvat degani Peygamber Aleyhisselam şu vaqtında dedi. Etiş dedi. Lekin avu quvvat deb iniqsiz keldi. Bir narsa iniq kuch dedi. Har qanday. Al ma'rifati hil quvva. Bilim kuch, bilim elish kerak. İqtisod kuch, iqtisod to'plash kerak. Ana ikkinchi desak, o'quv o'qitish bu kuch, ma'rif kuch, buni qilish kerak. Media kuch. Hozir ma dunyodagi medianing 70% teksiz jang maydoni. Ha. Şu medyanın 70%'ni Yahudiler başkurdu. Keyin turib. Bir adamni şeytan boyutalaydı. Bir adamni evliya boyutalaydı. Qaraydigan bo'lsa, ashundaqam. Çünkü bununla madaq selinish kerak. Xo'sh. Bunga to'g'rilat qilish kerak. Masalan, zakatlar, hozir Ramazon zakat araydi-da. Zakatni nima oyliq o'zi xohlagan, o'zi xo'sh degan, voy deganga emas. Mush millatning taqdiri, ma'rifi, o ma'rifi o'lgan millat o chataq chiqadi. Masalan, bir paylasuf degan buni esimda yo'q, bir material o'qiman. Tabii bende alim ulamalı yetişmeyen millet bir tipik yaramaydı. Lekin ictimai bende alim ulamalı yetişmeyen alim ulamaları yok millet ne yok dışka bir tipik ketmeydi o degen. Bu deganlik nima desa, mush edebiyat sahasida, mush media sahasida, o'quv o'qitish sahasida, tabliğ da'vat sahasida cho'qim alim ulamalar mutaxassislar yetishib chiqish lozim. Hamma mutaxassis o'zi qilsin. Başka sahaga alışvamız oldu. Hem biz üzün sahasında mansın şu bunca. Sonra konumkun mesaj, bir nas yeziş. Alaka modaço üzün ideyası kadar nasıl maskaslam onu tillab qo'ytgan, onu qo'llab qo'ytgan. Maskaslam sükep qo'ytgan. Onu davommaydi. Evvel ölçem bizning. Ya men Müslüman emas desa, onun karımız yok. Müslüman deydiken
Kur'an hadis boyunca Peygamberimiz gösterdiği boyunca onu ayrımcı o çekleme uçraydı. Şu çekleme boyunca mağmasa yani azrak mağan degan fasık oludu bu günah işini kılıp halal sanamızdan. Halal sanap ondaki mındaq hemen manşe devlette leksiya uğraştırıp ben Budda sulüme o dinni yoqatsak oludu. Anda qilib manda qilib haqorat qilsa u chaqda eg'irlas murtad uludu. Murtadning hukmi eg'ir jinoyati. Biz o qarindoshimiz uning xafalık qanday bo'lsa, uninglar bo'lmaydi. Nima desa? Oyatda vattaqu fitnatan la tusibanna allazina minkum khassa deb oyat bor. Sizlar bir azobdan qo'rqinglar musulmonlar. Sizlar bir kemida, bir millat bo'lsanglar, bir kemida bo'lsizlar, shu vattaqu fitnatan la tusibanna allazina minkum zulm qilgan, zalim bo'lgan, qalam qilgan, jo'ylagan, ashunday gap qilganlarninki nimasi? Xafalığı dərdi üzülərəm çəkilinib qalmay, başqalarına tügümü xafalık bulduq, məndə azabdan saqlanmağa degan boldu ayətimiz bunu. Vattaqu fitnatan la tusibanna zalaminkum khassa. Xas olağı bolmay, umumi qıldı. Xafalık umumğa. Allah'ın rəhmətim am, azabım am. Məsələn, xalqımız üçün baylık bədi, rəhmətim bədi. Hətta bəzi dövlətlərdən artıq bizimki Uyğurlarımızınki. Pulunu cayıq işlətdimi? İşlətmədi. Alim ilim adamımız üçün xizmət qıldımsa, Aslandıklar kağamdan kağalları kılmadı. Həşəmətçilik onun keyniga hamma sahaya kirib ketdi. Biz özümüzdə etmesek oldu. Şuna olan biz xafalık qaldık. Şu yaxşı mı qaldı, yaman mı qaldı, şu mən nimiş qağamı qoydum dedi. Özünün təşvisini nimiş qağalıqını özü bildirmedi. Şuna biz bu cəhətdə şu meli kunuk besiş olsun, meli ço, mesela sözleş olsun, meli. Lakin hata gap basıp olmaydı. Mesela biraz tartışım bunu alim ilmalı evet ma doğru mu hata bir anlat baksı. Bazıları evet dedi şu. Biz diğerlik emez. O ilmalı kalka ma mesela Hristiyan dini oxşaş, Yahudi dini oxşaş, popluğa ya ki o rahipluğa ya ki onunki nemelerge monopol emez bizimki de. Kim okus buludu? Lakin salayetini jo onu halk itiraf qilishi. Eng muhimi şu kesbi sahadagi ulamalar itiraf qilib, ma ulama deyish kerak. Xo'sh. Unda qilib u bulon bu bulonlarga chiqib kelib, ya o shun buyda qalayimqan gap qilsa, bundan keyin maqsa xalqimiz dal shundayligan wala ta'awanu ala ismil udwan. Gunohga, zulmga tajovuz qilmashgan bu. Bu eg'ir jinoyat bu. Buna diqqat qilish lozim. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan davomlam deb o'tganlardek men mishada xalqimizga bir nima desam, abay deb o'tdi hamkorlikning turlarining jumlasidan. Masalan biz davomli shu programmalarımızda boshqa qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlashni ham unutmaymiz deb. Va ba'zilarda bu hadisim deyman masalan, yaxshilikni ko'rsatib qo'yg'uchi Alloh qiyomat kuni ana shunday bir inson xiyolingizdan bo'lmasligingiz mumkin. Birilarga avatib qo'ydingiz va qarindoshlaringizga yo'llab qo'ydingiz. Shu anglab bir yaxshilikni bilib oldi, bir yaxshilik yoki bir güzel bir amelden birini bilip şununla amel qilib qolgan bo'lsa, shu insonga Alloh shunday sexizatki, uningga qanday ajr bergan bo'lsa, siz shuningga sabab bo'lganligingiz uchun, yo'llab qo'yganligingiz uchun o'xshash ajrni siz qiyomat kuni siz qilmagan amalda aslo oldingizda shuning ajrini, mukofotini topsiz. Bu islomda nihoyat muhim masaladir hamda. Davomli deb kelyapmiz. Shu masalalarga biraz diqqat qilsak, bizdan jiq vaqt ketmaydi, kuch sarf qilmaydi, azroqlan bir shu boshqalarga yaxshilikni, to'g'ri so'zlarni, to'g'ri ishlarni bunun keng yeyilishiga vasila bo'lishga hargiz sal qaramasaq deb bundayman. Shundaqla bu ekrandan foydalanib shu bizning hamda ekran oldida chiqib turadigan nomerimizmi bor. Hamda hozir istiqlolning mazmunlari ko'pinchisi shu nurg'unlagan har xil ishlarni, narsalar taqidilgan guruhlarga taqidilganligi uchun hem ba'zilar tep bulanmay boshqa narsa yo'llangandan keyin u ustiga o'tib ketib degandek masalalar bizga to'la bu shikoyatlar bo'lgandan keyin biz ayrim bir guruh qurdik, hozir tarqalyotdi. Shu ekran oldida chiqib turgan agar bizning guruhdan birasiga qatnashmagan bo'lsangiz, nomerimiz orqali bizga ayrim uchur yozsangiz, biz sizni shu o'zimizning guruh bilan qo'shib qo'ysak, bu balkim bir mezgil elishi mumkin barliq guruhlardan keyin biz istiqlolning barliq programmalarini boshqa guruhlarga taqatmaydigan shaklga kelamiz. Faqatlam istiqloldan bir narsa yo'llay oladigan xalqimiz muxoligan vaqtida kiriblam darhollam har kundalik mazmunlarni nihoyat osonlik bilan tepish uchun buni yo'l qo'ydik. Shunga shu guruhga qatnashib olishingizni umid qilamiz hamda. Damlam oxirdamda shu yuqorida hammani so'zlab o'tdik. Menmamda xalqimizga bu hamkorlikning qanchalik muhim ekanligini har qatam programmamizda ko'rsatganligimiz dedim endi. Sizchamda bugun biz bunday jamiyatga bunday bir qarab baqsak,
millet buluş sübtimiz bilen şu Kur'an'da yukarıda söylengендek yaxşılık ve takvadarlıkka hemkarlaşanlar diyen bu buyrukka haqiqiy şekilde ada qılalıdıqmı, qılalıvatamdımız yoki kamtik noktalarımız var mı? Bunun qanday qaraysizlar? Buni ayet yaxshi savol. Hozir biz amli realligimizni qaraydigan bo'lsak, har qatlamga nazar solsak, buni bu hamkorligimiz kiramaymiz endi. Xo'sh. Kiramaymiz. Mayli bu iqtisodiy soha bo'lsin, masalan boylarimiz. Pul yo'qmi desa, ma'lum kishilarimiz bor. Hamda ularni umumyüzlük insanlar deli, hubbu dünya karahiyetil mevt. Dünyanı yaxşı görüş, mal mülkni. Ölümni yaman görüş. Çünkü ölüm tayyorluk olmagan iken yaman ko'rdigan, qo'rqadigan ahvol bo'ldi. Xo'sh. Shu millatniki xarlishniki sabablarining birisi mushu shu. Şu bu iqtisodiy jihatdami biz anladık, ba'zilarini ko'ryapmiz. Özümüzdeki milletini, özümüzden ciddi ihtiyaçlık yerlerini taşlap koyup başka yerler kıldırgan. Doğru, hemen millette var. Bazı hıyanet kılış mümkün, bazı yiyip gidiş mümkün. Lakin siz bədəməz. Niyetiniz rus, ihlasınız bolsa, ecrini eleyiversiz. Onun qarta siz eyipler, cemaat fikir taqit edip, onun başka şeylikə hücum kılışınızın qat'i ornu yok. Mesela. Onu hesabına ağuçı yüz bürüdü. Lakin şu 1-2% şunda bir načar, şu sahani sessilgan kişiler boğalık sebebinin bahane sebep kılıp beğenmezlik sizin çoğu. O neminiz yok. Sizin hukukunuz yok. Çünkü Allah Teala ve anfiqu fi sabilillah ve la tulqu bi yedikum ila tehlike ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah yolu pul haclanan diyen. Allah yolu pul haclanan diyen ki çıkım kan o zakatını Allah Teala zakat deb atadı Kur'an'da. Mao diyen zakattan sırt dedi alımda. Bunun şuna qayerga ihtiyaç bolsa tayyorlik lazım bo'lsa tayyorlikning shu o'quv o'qitish, madrasa, Qur'on kursi, uningki oliy maktab hammani sahada yetishib chiqish kerak. Birinde birini cheklashga bo'lmaydi shu. Andan keyin undan kelib chiqqan masala kishilarning ong saviyasini o'stirish, aqarshi harakat qilish kerak. Buning uchun media, tashviqot kuchayish kerak. O'zimizning millatiga buni sasak bo'lib mablag'ni biz uchun eshib qolgan zakotlar bilan ya uning bilan qataq zakotni to'liq bermaydi endi. Bir degayaligi to'g'ri bermay 8 dana o'rin bor zakotninki belgilab bergan. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ı koyup koymay, yüzü belgilep peki olur. Hoş. Başka bir bazı adet yapmaydı. Mesela dine karşı kişiler ne bileydi o dese zakat yığımız, anı kılımız deyip teşvikatını çoğun kıp koyup demiş kıldıqalıqı kulamaydı. Dine karşı işiltvadı dendi. Bu hayran kalarlık mesele bu. Zakat degen bir dini cihetteki bir ibadet ne ekilip ibadetine karşı halatta kullanıp iqtisodiyat kılatı ahvalı. Yani şu an bizimki iqtisadi cihetti mi? Meyli siyasi cihetti mi qo'llash yo'q. Endi qo'llamaslik sababda har ikki tarafdan o'ziga kuchli bahona sababdir bor. Lekin tekshirsak, mas'uliyatni ado qilmaganning mas'uliyati og'ir chiqadi. Bir gapni demak oson. Emniyat reallik qilmoq tez. Har bir ishni qilib baqqan odam o'zi biladi buni. Siz qilolmaysiz, qilolmaydi. O'zicha shu fitna taqtidi. Bu masala. Hadisda masalan cho'lsa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq. Yak alal haqq zahirina. Shikil varianti var hadisda. La yaduruhum man khazalahum hatta yati amrullah. Davamlı haq üstü turdu. Davamlı haqqını deb turdu. Haqqını zadi jarağın tutturgan bir türküm kişiler buludu. Yer şarda o yo'qolmaydi. Qiyomat kuni. Yeni bir hadisning variantida Alloh yo'li qurolliq jihad qildigan ma'lum kishilar yo'qolmaydi degan. Yana bir hadisning varianti. O'shkil sahih, ancha kelishimiz. Ularga yordamsiz qo'yganlar yordamsiz qo'yishni qilmaydi, zayi kuzanmaydi. Mesela bu köpünç blokların hizmetlerini hamdi biz meyli rehberler olsun, meyli ustazlar olsun kakşayvatqanligini anlayımız. Demek için yüzümüzün bayları meblağ sağmay, chet elden başkalar, Araplar o başka yerden kilovatqanlığı hiç kim söylemez hazır. Yüzü bilirdi bunu, iş kilovatqanlığı. Şun halkımız bu cihette hatalıkını tüzüş lazım. Hususen baylar, sahavetçi baylarımız. Böylelikle keselini diyagnozu koyulup allaqaçan maddarın doğru işlesi buldu dese başka yerden bir yalgan tevhidin biz çıkıplam gap kusta. Bu pes darın başka yerden izleyende iş kısmınmaydı. Allah yolda pul hacleş gerek. Pulunu işletiş gerek. Kısa cihetteki. Ama siyasi cihette mi? Şunda tege tarihi inip boğan, kilip çıkışını bildiğen rehberler, siyasetçiler, muşlar erişmeniş lazım. Kim bekte olursa bek vakırsa emez. Ahırı başka hangi berip kaldığı işte oldu. Biz nurgun işlerini köydükçe
Buni menish kerak. Sizni qo'llamdi, qo'llamamdi, hurmatingizni qilamdi, qilmamdi, o shaxsiy masala. Uni deblarmiz, anavlar adovatlashingiz yoki ziyonkashlik qilsangiz, hozir masala shu. O'rinda talashchidilar, bu ixlosning yo'qolganligi. Hamkorlash yo'q. Mani qilmagan hamkorlashmayman. Ani qilmagan bunday qilaman. Rahbarlarimiz uchun desa, o'ldan buyukratlik bor. O'lmamda mana gapni anglab baqay, meniki, men bir odam to, menda bir maslahat bir, menda gapini bir tuzday, ma'qul demaydim. Men andiganim rost desa, bu bo'lmaydi. Bu xato. Ana qilsa, undan keyincha alaqa "Walau kunta faddan ghalizal qalb lan faddu min hawlik." Payg'ambar alayhisalom demoqmi? Rahmatul lil alamin bo'lgan zotga agar qo'pol bo'lsang, silkishlasang, atrofingdagi kishilar tarab ketibdi. Mush kishilarni to'play olmaslikda rahbarning mas'uliyati bor. Qo'pol muomala qilib, o'liq bir xil ba'zanlar yurtvozlik qilib, ba'zanlari ba'zi ishlar bor hamda. Bu bir vabo bu bizniki, xatolik. Har ikki tarafda bor. Shu hamkorlashishga uni quchoq ochish kerak. Nima uchun? Xalqimizmi, boylarimizmi buningga mablag' solish kerak. Yoki o'z bevosita nazorat qilsa bo'ldi. Masalan, o'sha Qur'on o'qiydigan, Qur'on kurs deymiz endi, madrasa o'qitish ashardan chiqmasa, boshqa yerdan chiqmaydi. Masalan, o'liq dinni saqlayotgan, dinni o'rganganlar, Turkiyaga nisbatan boshqa yerda universitet o'qiyotdi, to'g'ri, lekin sog'lom ideya bilan har bir millatningki ikki xil narsani boshqa millat bilmaydi. Biri uningki cho'lsa, siyosiy maydonni, Qur'on hadisdagi olim ulamolar o'z beralaydi, siyosiy ko'z qarashini. Ikkinchisi shu millatningki milliy madaniyati, milliy mavjudlikni shu millatning ulamolar beradi, qog'alar bilmaydi. Qancha olim bo'lib kelsa, o'zininkiga tortib ketadi uchu. Shunga buni saygak bo'lish lozim. Ham biz shunga butun sohadagilarni taxirsizlik tuyg'usi bilan hozir ham bir g'oyat zo'r keldi oldimizga. Tajovuzkor bo'ldi. Kelgandan keyin buning qartacho biz hamiz o'zimizning uyning oldida to'g'on solmay, shu to'g'on soldiganligi hamkorlashishimiz. Ham hamkorlash turdiganlimi, sal insof qilib, avvalgami yo'l qo'yishi, birlashishi bu intayin muhim deb qaraydi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Sizlarga ko'p rahmat. Butun xalqimizga shu ekrandan Ramazonlik qizg'in salom yo'llayman. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lida mustahkam qilsin, o'z rozi bo'lgan amallarga muvaffaq qilsin. Oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 12-sonimiz mushada oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'rini ko'rib, to'g'rini bilib, shunga amal qiladigan bir tuyg'u iymon ato qilishini tilaymiz Rabbimdan. Deganimizdek, millatimizning butun sohasi, ya'ni yuksalishimiz uchun, bu tajovuzdan qutulishimiz uchun haqiqiy erkinligimizni qo'limizga elib, beshimizni tik tutgan holatda bir millatning yuksalishi hargiz ma'lum bir sohaga kuchganlik bilan bo'lmaydiganligi hammamiz ro'shan ko'rib turayotgan bir masala. Bütün sahalarimizde boşluk bo'lgan sahalarni to'ldirib, her jihatdan millatimizni yetildirgan vaqtimizda bir millat bo'lish sifatimiz bilan qo'ldan qo'l hammamiz kuchimiz yetgan sohaga kuchab birlikda harakat qilgan vaqtimizda bu qutuladigan, erkinlikka erishadigan o kunlarimizmi texami tez suratda kelgusi Rabbimizmi shu sa'yimizga, shu tirishchanligimizga ko'ra bizga natija berdi. Özümüz tirishmay, uningdan, buningdan, davlatdan, aningdan, mandan qaqshab o'ldirish musulmonga yarashadigan bir ish emas. Shuning uchun Rabbimiz bu tirishchanlikni, bu jasoratni ato qilishini Rabbimdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Alloh umr va saati boshqa bir temada ko'rishgacha aman bo'lg'aysizlar. Ijobatli duolaringlarda bizlar uchun ham duo qilishni unutmasliklarini tuvanchilik bilan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء